Kanada parlamentining Avam palatasi 1 fevral kuni bilet tashlab, liberal parlament a'zosi Samir Zubarining o'tgan yili 6-oyda sungan Xitoydan qochib chiqib 3-davlat yashayotgan xatar ostidagi 10,000 Uyg'ur musofirini Kanadaga o'rinlashtirish qaror loyihasini birdek ovoz bilan ma'qulladi. Ma'lum bo'lishicha, qaror loyihasiga hech qanday bir palata a'zosi qarshi bilet tashlamagan. Shundaqli qaror loyihasi kishilar kutmagan bir ahvolda bosh ministri Trudeau va uning kabinet ministrlarining qo'llab ovoz berishiga erishgan. Buning bilan Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini oshkora e'tirof qilishdan izchil o'zini qochirib kelgan Trudeau hukumatı bu qaror loyihasini qo'llab ovoz berish orqali irqiy qirg'inchilikni vositalik e'tirof qilgan bo'ladi ekan. Qaror loyihasi 1 fevral tushdan keyin ovoziga qo'yilganda 0 ga qarshi 322 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan. Bu 1950 va 1960 yillarda Turkiya parlamenti Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Hindiston ham Afg'onistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya asolliq millat musofirlarini Turkiyaga yetkazib kelish to'g'risida qaror ma'qullab, 50-60 yil o'tgandan keyingi tunji bir davlat parlamentining bu xil qarorini chiqarishidir. Ma'lum bo'lishicha, irqiy qirg'inchilik tilga ilingan qaror loyihasiga bosh ministr Trudeau va uning kabinet ministrlarining qo'llab ovoz berishi kutilmagan ahvol ekan. Vaziyatdan xabardor zotlar ilgari Kanada parlamenti 2021 yil 2-oyda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Trudeau hukumatı Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilganligini oshkora e'tirof qilishdan o'zini qochirib kelgachga, uning bu qitimga ovoz berishdan voz kechishi mumkinligini faraz qilishgan. Lekin bu qaror loyihasiga ovoz berishda hukumatning ifodalagan bu jihatdagi pozitsiyasi uning maydonining butunlay o'zgarganligini ko'rsatdi. Qaror loyihasining birdek ovoz bilan ma'qullanishidan keyin mazkur qaror loyihasini sungan liberal parlament a'zosi Samir Zubari axborot yig'ini o'tkazib, bu loyihaning birdek ovozda ma'qullanishini bir tarixiy payt deb ko'rsatdi. What just happened was historic. This was the first time a cabinet pronounced itself on the issue of the Uyghur. Yüz bergini bir tarixiy hadise. Hükümet kabineti tunji qitim o'zining pozitsiyasini isbotladi. Bugun bizning ko'rganlarimiz barliq partiyalarning, barliq parlament a'zolarining birlikka kelib Uyg'ur xalqini qo'llashidir. Bu Kanada uchun bir tarixiy payt bo'lib qolmay, xalqaro jamiyat, kishilik huquq va insoniyat oilasi uchun bir tarixiy payt. Uyg'urlarga bo'layotgan ishlarni qabul qilgani bo'lmaydi. Samir Zubari yana Kanada bosh ministri kabineti va parlamentining bu qaror loyihasini qo'llaganligidan faxrlanganligi, lekin kelgusining texmi mushaqqatli bo'lganligini bildirdi. I am proud of our government. I don't like using the word proud often, but I am proud of the Prime Minister for supporting this motion. Men hukumatimizdan faxrlanaman va faxrlanish so'zini ko'proq ishlataman. Bu qaror loyihasini qo'llaganligi uchun bosh ministrimizdan faxrlanaman. Bu loyihani qo'llagan hukumat kabinetidan, parlament a'zolaridan va barliq partiyalardan faxrlanaman. Bugun bir tarixiy payt. Biz bu tarixiy paytda birga turdik. Lekin oldimizda texmo mushkul ishlar bor. Biz bu ishni qilamiz. Niyatimiz aniq. Qilishga tegishli ishni qilishimiz kerak dedi. Axborot yig'iniga Samir Zubari bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining qonun maslahatchisi, Ottawa universitetining oliy tadqiqotchisi professor Margaret McQuay Johnson xonim qatorliqlar qatnashgan. Yig'inda Dolqin Aysa so'z qilib, bu qaror loyihasining Uyg'urlarga umid bag'ishlab qolmay, ilhom va davomli kurash qilish irodasi bag'ishlaydiganligi, hamdaki masala hukumatning bu loyihani ijro qilishida qolganligini bildirdi. Not only does it give us hope, but it also give us the courage to continue fighting and speaking out. Bu qaror bizga noqul umid bag'ishlab qolmay, bizga yana ilhom va davomli kurash qilish, so'zlash irodasini bag'ishlaydi. Hamdaki masala hukumatning harakatga o'tishi. Pul ajratib 10,000 Uyg'ur va boshqa Turkiy musulmon musofirlarini tezroq o'rinlashtirishida qoldi. Yig'inda Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti so'zlab, bugun birdak ovoz bilan ma'qullangan bu loyiha Kanada parlamentining irodasiga vakillik qilish bilan bir vaqtda uning bir boshlanish ekanligini bildirdi. And this motion reflected the will of the parliament, and today with the vote, the unanimous vote, it is the reflection. Bu qaror loyihasi parlamentning irodasiga vakillik qiladi. Shundaqli bugungi birdak ovoz bilan ma'qullangan bu loyiha Kanadaliklarning orzusini ifodalaydi.
Shu sababli men buningdan bakrak minnatdorman. Shundaqla men bu davlatni o'zimning va avlodlarimning mangulik davlati qilib tanlaganligimdan shundaq faxrlandim. Lekin Mehmet To'xtining aytishicha shundaqdimi bu uzun bir musofaning texi biri boshlanishi. And this is just the beginning, and we have to acknowledge that. This is the beginning of long journey. Biz buni e'tirof qilishimiz kerak. Bu uzun musofaning faqat bir boshlang'ichi. Biz bir Uyg'ur tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, shundaqla boshqa mas'uliyatchan taraflar Kanada hukumati va Kanada ko'chmanlar idorasi bilan zich hamkorlashib, qachon va qayerda qandoq orqasab yordami bo'lsa, shuni ta'minlaymiz. Shundaqla biz ojiz to'plarga qarata kerakli yordamda bo'lamiz deb ko'rsatdi. Mehmet To'xti so'zining oxirida yana Xitoy hukumatiga shu chaqiriqni qildiganligi. Uning chet ellik Uyg'urlarning yurtida urug' tuqqan oila a'zolarini tutqun qilish, ko'raga ilish, qo'rqitish, parakanda qilishni to'xtatishni talab qildi. Bu qaror loyihasi Xitoyning ziyonkashligidan qochib 3-davlat yashayotgan Uyg'ur va boshqa Turkiya asolliq millatlardan 10 ming kishini 2024-yildan 26-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Kanadaga yetkazib kelishni o'z ichiga oladi. Qaror loyihasining 1-fevral ma'qullangan oxirgi nusxasiga ba'zi tuzatishlar kirgizilgan. Uningda hukumatning 10 ming Uyg'ur musofirini Kanadaga yetkazib kelish planini 100 kun ichida parlamentga bildirishi. Shundaqla bu loyiha faqat Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa Turkiya asolliq millatlar bilan cheklanganligi ta'kidlangan.